Assalomu alaykum. Ko'pincha o'tirib oldim, svetni o'chirib qo'ydim. E'tibor bermasizlar. Video nima haqida? Bundan 5-6 yil oldin kitoblar o'qishni boshladim. Birinchi o'qigan kitobim Alkimyogar bo'ldi, adashmasam. Maktabda ham yaxshi o'qimagandim hozir. Alkimyogar degan kitobni oldim, o'qidim. Kitobda shunaqa jumlalar bor edi. Hozir ham esimda. Agar inson bir narsani xohlarkan, kuchli xohlarkan bir narsani, o'sha insonga o'sha narsani yetishi uchun butun olam harakatga kirishadi. Ya'ni men bir narsani juda xohlasam, butun olam o'sha narsani men получить qilishim uchun, olishim uchun harakatga kirishadi degan narsani o'qib qoldim. Bu narsaga qiziqib qoldim. Motivatsion videolar, YouTube'dagi, Instagram'dagi motivatsion kitoblar, shaxsiy rivojlanish haqidagi kitoblar, biznes haqidagi kitoblarni o'qishni, kuzatishni boshladim. Bu narsalar meni nimaga olib keldi? Chuqur stressga olib kirdi. Ishoninglar, chuqur stressga olib kirdi. O'zi video nima haqida bo'ladi hozir? Men xohlardimki, meni boshimdan o'tgan narsalar boshqalarning boshidan o'tmasin. Unaqa stress holatida, misol uchun bir 2-3 yil umrini yo'qotib qo'ymasin. Yashaganday bo'lmaydi odam, do'stlar. To'g'risi yashaganday bo'lmaydi, do'stlar. Xo'p. Shuning uchun shu video rolikni chiqaryapman. Kim uchundir balki foydali bo'lar. Nima bo'ldi? Videolarni ko'rdim, kitoblarni o'qidim, harakat qilishni boshladim. Harakatsiz o'tirganim yo'q. Nima harakat qildim? Men YouTube'dagi blogerlarni ko'rib, YouTube'da muvaffaqiyatga erishishni xohladim. Именно blogerlikni xohladim. Ya'ni YouTube'dan passiv daromad olishni xohladim. YouTube'ga shu kungacha 500 dan ziyod video roliklar qo'yganman. Hozir mana bu videoni kuzatib turgan kanalingiz 6 yil oldin ochilgan. Bu kanalga deyarli video rolik qo'yilmagan. Mening boshqa kanallarim bor. Bundan tashqari 2 ta yoki 3 ta kamida kanal bor. 32500 tagacha podpiska qilgan kanallarda. Monetizatsiya yo'qolgan. YouTube'dan men o'ylaganim daromad kelib, misol uchun passiv daromadga chiqib, keyin investitsiya qilishni boshlab, muvaffaqiyatga erishaman degan xayollar bo'lgan menda. Именно YouTube'dan muvaffaqiyatga erishaman degan xayollar bo'lgan menda. Instagram'da ham akkauntlar ochib, video roliklar qo'yganman. Juda ko'p unda ham. Lekin sizni qilayotgan narsalaringiz sizni deyarli hech qanaqa natijaga olib chiqmasa, tasavvur qiling. Siz butunlay boshqa natijani kutyapsiz. Mana buni kutyapsiz. Siz mana bunday natijani olyapsiz. Kutgan narsangizni olmasangiz, odam moralni juda eziladi. Yana harakat qilib turibsiz-da, kutgan narsangizni ololmayapsiz, moralni juda eziladi odam. Mana shu motivatsion videolar, kitoblar shu narsaga sabab bo'lgan. Men nima demoqchiman? Inson bitta narsani tushunish kerak ekanda. Inson bitta narsani tushunish kerak ekan. Ikkita odam bir xil maqsadni qo'ydi oldiga. Ikkalasi bir xil o'sha maqsadga erishish uchun, natijaga erishish uchun harakat qilyapti. Lekin oradan qanchadir vaqt o'tgandan keyin ikkalasi butunlay ikki xil natijaga ega bo'lishi mumkin. Nimaga? Chunki natija Allohdan. Men shu narsani tushunish kerak ekan. Shunchaki. Stressda o'zini baxtsiz his qilib, boyagi o'zini qandaydir bir jertva his qilib yashamaslik uchun bitta narsani tushunish kerak ekan, shu ekan. Do'stlar, bunga ham yetib borish bilmadim kimga qanday tushunmagan odamga vaqtida oson emas ekanda. Nima uchun? Chunki men aytibman, 2-3 yil umrimni stressda yashadim, qanday yashaganimni bilmayman. Onasini aytsin, shu yillarim qanday o'tganini bilmayman. Shunchalik darajaga tushib qoldim, chuqur stressga. Bunaqa narsa qolganlarda takrorlanmasligini xohlardim.
siz ko'raverasiz YouTube'da, Instagram'da boyagi o'zidan balki haqiqatdir. Balki 80%, 70% o'zidan muvaffaqiyatli qanaqadir insonni shakllantirib, o'sha narsalarga boshqa ishlab turgan ishidan pul xarajat qilib, sizga kontent qilib chiqarib berayotgandir. Qayerdan bilasiz? Men sizga bitta narsa aytay, ko'rib turgan hammaga. Ko'plab boyagi motivatsionniy kurslar, psixologiya haqida kurslar, biznes haqidagi kurslar, vebinarlar bo'ladi. 1 soat, 2 soat, 3 soatlar. Kursingiz oxirida yana keyingi kursni sotish uchun targ'ib qilinadi. Hammasini. Bitta narsada menda 1600, hozirgi kunda $1600 turadigan kurslar bor. Instagram agar kim YouTube'da ko'rsa, trading haqida, samaralizatsiya haqida, umuman investitsiya haqida berilgan ma'lumotlar bor. Instagram School degan o'sha maktabda, onlayn maktabda men pожизненный доступim bor. Butun umrlik. Telegram kanallarda nedeyishimiz hamma narsa bilan shug'ullanadi bu bo'lib. Nima demoqchiman? Hech kim sizga kurslarida konkretniy natija bermaydi. Siz o'sha narsaga o'zingiz yetib borishingiz kerak. O'zingiz qanaqadir xatolar qilasiz, boshqa narsa qilasiz. Olinadigan kursda sizga faqat kursi beriladi. Qayerda? Misol uchun, qanday daromad qilishingiz mumkin. Qayerda? Qanday daromad qilishingiz mumkin. Shuni ko'rganingizdan keyin o'zingizda qanaqadir harakat bo'lishi kerak. O'sha harakat qilishni boshlaganingizdan keyin sizda natija bo'lmasa, stressga tushib qolmaslik kerak. O'sha Alloh sizga bergan natijaga rozi bo'lib ketaverish kerak ekan do'stlar. Ne stoit stressga tushib qolib, norozi bo'lib, nima uchun hamma qatori harakat qilyapman-ku, menda bunaqa natija bo'lmayapti deb noshukrlik qilish ne stoit ekan. Do'stlar, har tomonlama qisilib qolasizlar. Ham psixologik, ham moddiy tomonlama ham qisilib qolasizlar. Tasavvur qiling, sizni kayfiyatingiz yo'q. Hech kimni ko'rishga ko'zingiz yo'q. Nima uchun? Chunki sizda natija bo'lmayapti. Kayfiyat bo'lmaydi. Muvaffaqiyatning katta qismi, men o'ylashim bo'yicha, o'sha nima deydi, yillar davomida yig'ilgan qanaqadir menda opit bordi balki, kommunikatsiyada muvaffaqiyatning katta qismi. Ya'ni boshqa insonlar bilan bo'lgan muloqotingizda. Shunday ekan. Shu narsalarni aytib o'tmoqchiman просто. Hech qanaqa motivatsion video yoki kitoblarni o'qib turib, yoki qandaydir muvaffaqiyatli insonlarni kuzatib turib, menda nima uchun natija bo'lmayapti deb tushkunlikka tushib qolmaslik kerak. Biling, har doim natija Allohdan. Boya aytganimdek, ikkita odam bitta maqsad qo'yib oldiga, ikkalasi bir xil harakat qilib turib, ikki xil natija olishi mumkin. Nimaga? Ikkalasi bir xil harakat qildi. Chunki natija Allohdan. Hech narsa qilmaslikka targ'ib qilayotganim yo'q bu yerda. Shunchaki hech qachon tushkunlikka tushib qolmang. Umringizni qaysidir bir qismini tushkunlikka tushib qolib, yaqinlaringizni ham xafa qilib, nima deydi, uzlatga chekilib, shunaqa bo'ladi. Uzlatga chekilib qoladi. Odam anaqaga tushsa, stressga tushsa. Unaqa narsalar sizda takrorlanmasin degan maqsadda bu videorolikni yozyapman. Kimga foydali bo'lsa xursandman. Unaqa informativniy bo'lmadi, unaqa gapga usta emasman, to'g'risi. Просто shu qisqa videorolik siymat qilaman shu haqda deb kamerani yoqqanim. Kechqurun soat 12 lar atrofi. Qandaydir ishtiyoqim uyg'onib ketdimi? Shunaqa formatdagi videoroliklar yoqsa, balki prosmotr yoqsa, keyinchalik videoroliklar siymat qilarman. Men juda ham ko'plab kurslarda o'qiganman o'zim. O'sha kurslardan olgan qandaydir ma'lumotlarim, men o'zim uchun foydali bo'lgan ma'lumotlarni ular
borishi mumkin. Tanishim. Harakat qilishda to'xtamaydi. Faqat tushkunlikka tushib qolmaydi. Bilinglar, har doim natija Allohdan. Bir maqsadni oldinglaringizga qo'yib o'sha Allohdan duo qilib so'rab harakat qilaversanglar, albatta bir kun erishasizlar. 30 yosh, 40 yosh, 50 yosh bo'ldi. Anaqa hammasi tamom, endi hech nimaga erisha olmayman degani emas. Do'stlar, umrimni o'tkazib qo'ydim. Endi hech nima bo'lmasa kerak deb tushkunlikka tushib qolmaylar. Umidsizlik yaxshi emas. 30 ga kirdim mana. Moliyaviy erkinlikka chiqaman deb niyat qilganim qachon endi? Lekin hali chiqolganman. Lekin umidimni uzganman. Albatta chiqaman. Alloh nasib qilsa, natija Allohdan. Harakat qilaverish kerak, charchamayman.